Hazır köpünçimiz yüzümüz yoqtirdigan bir narsani ko'rgan vaqtning o'zida setib olishga petinolmaymiz. Ham köpünç bahasının qimmatligidan shunami nayt azam bo'lsa huquqmay setib oldi. Keyin qiziqiri men amaliyotda o'tkazdim. Siz mushu qimmat narsani setib olsangiz, sizning bankka jig'ib qo'ygan 5-10 ming pulingiz tugab ketadi. Yo'qolib ketadi, lekin mana shu o'zingiz yoqtirgan narsani ola olasizda. Lekin endi mushu narsani olmasangizmi, qiziqib bu pulingiz yana yo'qolib ketadi. Yana tugab ketadi. Nima ketganligini uqmaysiz. Undaqda bir masala chiqdi. O'xshashda bu pulingiz yo'qolib ketsa, undaqda siz yoqtirdigan bu yiliqi narsa bekorlik sovg'atmi qanday? O'zingiz yoqtirdigan, erishmoqchi bo'lgan narsa bekorlik tursa, yeni erişmezlik almaslik kubanımız barmı? Oylab bakınlar rasmu ya ben diginim sizlerinin emniyetlerinde müşundak çıkıyor. Yolup baktınlar mı? Ben kıl toluşturayım ya bunda kışka. Hem de ailenin besim tüpeyildiğin öyüdüklerini gipip girip nurgun yaktırdıgan neslerini vaktini setip alay dep bu işler tüpeyli kalayım kan pul kaçlamayıp duray dep setip almayım. Lekin heylik tijep ip kalkan pulunun ne ketkenligini memes banka dikilerim dep bıramaydı. Yok heylik yaktırdıgan neslem mi yok. Bunun katapı çıkan pul mu yok. Qizziq. Men 4 klassik asarni so'zlab o'tgan qodiy kitob hamda marjon holda maxfiyatlik, tortish kuchining qonuniyati, sayfuzi yo'q, kuchning yishimi qatorliq mazmunlarni marjon holda yo'llamoqchi yoqtiradigan do'stlar meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Rahmat.